Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Chatni unalg'udiranmisi? Bir tatlı uxlab ketkinni buning. Tova. Odamning zavqini mevdan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan navri tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'atmasam uxlaverdigan o'xshaydi. Uyg'otib etay. Tomaris. Tomaris. Hey Tomaris. Tur qizim o'rnidan tushib olay dedi. Odamni uxlag'ili qo'ymay. To'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'la qizim. Yuz ko'zingni yuvib, chang ichib ol. Ajab eski bolam kelsin. Mo'u jinni, tilovatamsan meni? Ya, chiqishib deb qo'ydim apaq bova. Qo'lig'ini buning. Kiyimni ichib oldim bova. Cheni ichib olgan bo'lsang, talog'i chiqib o'ynab kir. Men chiqib ketsam zerikmamsiz? Zerikmayman. Zeriksiz bova. Bo'li chiqiver. Yo'q, sizga hamroh bo'laman. Jinim balam, sen chig'ingda mening g'imimni yeyapsan, ha? Men yolg'izlikqa ko'nib ketgan, chiqiver, hech nima bo'lmaydi. Yo'q, hech nima bo'ladi. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib beralayman? Qiziq hikoyalarni aytib bermamsiz? Voy, ajab bururoq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Sen-chi, sen menga nima qilib berasan? Men sizga naqsh aytib beraman. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan. Bilmaychi? Yoshlikda o'rgangan jiqqida naqshlarim bor mening. Oy. Amsi hikoyangizni boshlang bova. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Ma'qul. Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi to'nirga o'xshash qizitib etadi ekan. Bu harorat taptidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqibdi-da, margan o'z mahoratini ish qilsabdi. Qirala qarg'aldi. Voy xudoim, qanday o'kisda margan jimoqni degandan bilmay qo'ymaydi. Yo Rabbi itib tushiribdi. Barakallah. Hurra! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni atma. Voy xudoim. Quyoshni tushib ketyapti. Nimani tushib ketdi? Atma qilsa. Qirala, quyosh taqani yutib ketyapti. Qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mukib olgan bo'lsa kerak. Biz atmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shundoq qilib, kishilar chimdilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim-ayrim chaqiribmi beqibdi.
Biroq quyosh zoda chiqqili unimapti. Yana bir muncha talash tatishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yanada chiqqili unimapti. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Hay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab bering. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj. Shunga men quyoshni butkul mavjudot nomidan chillayman. Karanlık. Çıkıldı karanlık. Karanlık. Daha şükür. Karanlık. Shunda qilib, xo'rozning chillishi bilan quyosh chiqibdi. Xo'roz bu ulug' kunni aslab, to hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, xo'roz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan o'rinlarni chillaydi. Voy